Diyor kolxozavatga xush kelibsan. Rahmat aylam. Xo'shroq ekan-a parkning ichi. Ha, yaxshi. Internetlarda ko'ryapman. Diyor uylendi, Diyor to'y bo'ldi. Ular to'ylar qachon? Necha yoshda bo'lding? Aynan 2022 da bo'ldim. Lekin hali to'y bo'lgan yo'q, ol o'tirgada. Prank bo'lgan ol. Lekin haqiqiy to'y bo'ladi yaqinda nasib bo'lsa. Esa biz to'yga chaqiradi. Sun'iy to'yga chaqiradi deb. To'yga nasib bo'lsa chaqiramiz. Hali katta to'y bo'lgan yo'q, uylangan yo'qsan. Yo'q. Buna ana bizga qarashli aviakassa. Aviakassami? Haye. Qaqras esa menga bilet yozolsangam. Ichkariga kiraylik, ko'rsataylik bizning aviakassani. Qaqras uchib ketadigan joy. Buna Assalomu alaykum. Xalqul aviakas. Diyor Rais, bilet olaman deyapti Diyor Rais. Aynan keyin bu algingiz ishonerlimi? Biletlaringiz bu algi kassa. 100% ishonerli javob beramiz. Hammasi kagnada. Diyor Rais bizning kolxozavatga yana xush kelibsan. Buna aviakassa ishonerli, haqiqatan bemalol bilet olishing mumkin shu yerdan. Ya'niki arzon biletlar bizda kolxozavatda. Shu yerga esa nomerlaringizni yozib qo'yasizlar, to'g'rimi? Haye, pastda nomerlar bor. Telefon qilib Diyor Raisdan desa skidga bormaga. Sen Diyor Raisdan telefon qiladi, biz skidga qilmaymiz. Unda xalqul aviakassa abzatdan 10% sen uchun Diyor Rais uchun skidga qilar. Endi skidgalarda jiyib menga bepul uchirib bersan qal. Ana o'zi zo'r bo'ladi. Ana unday bo'lsa zo'r bo'ladi. Qaytar biletdan olib qo'ying. Yo'q. Kerak bo'lgan qaytib kelaman. Diyor Rais hammasi mayli, aviakassa ham bo'la, uchiramiz, kelasan, narsa bo'ladi. To'y qachon? Sen to'yni gapir. Haqiqatdan to'ying qachon bo'ladi? To'y bo'lsa bo'ladi. Kutingizlar, yaqinda bomba to'y bo'ladi. Bomba to'y bo'ladi. Shunday zo'r bo'ladi, haqiqatan uylanadi. Endi konsertlar o'chirib, toza cho'ta yaxlab ketdi bu Diyor Rais, gapini jo'g'atib qo'yatir. To'g'ri aytasiz. Diyor Rais, nasib to'yga chaqirsangiz, to'yga boramiz, seni bepul uchiramiz. Rossiya borasan, Rossiyadan kelasan, bo'ladimi? Asaloyini Dubayda alga qilasan-da. Rossiyada qatl qilasiz, Dubayga olasiz. Biletda. Bu Diyor Dubayga olsangiz og'ir tushib ketadi. Hech narsa qilmaydi. Katta aviakassa. Bir tarafiga olib bersak bo'ladimi? Ha, bir tarafiga kelmay piyoda keladi. Ana, bularmi Diyor Rais ancha bor. Ko'p odam kelsa Diyor Raisning orqasidan qaytishga ham beramiz. Qaytishga ham beramiz, ha? Ana ko'rlaringizmi? Aynalar faqat Diyor Raisning nomidan deb kelaveringizlar. Men bepul asaloyga borib kelaymi? Laytib olsin. Gap yo'q. Hammalaringizga rahmat. Foydashga uchun zo'r shu Diyor Raisning orqadan kelaveringizlar, biletni yozib beraveramiz. Ya'niki salgina pullarimiz yetishmovchilik bo'lib qolsa, onasiga ham qarab, tanish bilish bo'lsa, qarz ham ko'p berasiz. Hayya, shunday. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.